Salom, qadrli obunachilarim va kanalimizning doimiy tomoshabinlari. Bugun men sizlar bilan shunday bir muhim va shu bilan birga juda ham og'riqli mavzuni muhokama qilmoqchimanki, bu har birimizga. Ayniqsa keksa yoshli oila a'zolari borlarga bevosita tegishli. Boshqacha qilib aytganda, bu ma'lumot hamma uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men bilaman, sarlavha sizni bir o'z shok holatiga solgan bo'lishi mumkin. Shok. Pensionerlarni endi bu hujjatlarsiz dafn qilishmaydi. Qarindoshlar yugurib hujjat yig'ishga majbur bo'lishadi. Ha, aynan shunday. Bu so'zlarimda zarracha ham mubolag'a yo'q. Yangi qoidalar, ba'zi tushunmovchiliklar va oddiygina e'tiborsizlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar yaqin kishingiz vafot etganda sizni butunlay dovdiratib qo'yishi mumkin. Hatto eng og'ir damlarda ham. Siz oddiy bir insoniy vazifani bajarish uchun turli idoralar ostonasida sarson sargardon bo'lishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu juda muhim ma'lumot, shuning uchun diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. Video nihoyasiga qadar siz qanday hujjatlar haqida gap ketayotganini, nimalarga e'tibor berish kerakligini va eng asosiysi, hozirdayoq qanday choralar ko'rish mumkinligini aniq bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki unda nafaqat ma'lumotlar, balki aniq amaliy tavsiyalar ham berilgan. Hoziroq kanalga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu sizga ushbu muhim ma'lumotni saqlab qolishga va boshqa odamlar ham ko'rishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalga yaqin kishimiz vafot etganda biz odatda qanday yo'l tutganimizni esga olaylik. Odatda bu qayg'uli voqea yuz berganda birinchi navbatda tibbiy xodim chaqirilar edi. Tibbiy xodim o'limni tasdiqlab, tibbiy o'lim guvohnomasini berardi. Bu hujjat bilan mahalla fuqarolar yig'iniga MF borilib, MF raisi yoki kotibi tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtiriladi edi. So'ngra FDY fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limiga borilib, o'lim haqida gerbli guvohnoma olinardi. Bu guvohnoma bilan marhumning qarindoshlar dafn marosimini tashkillashtirish va dafn uchun nafaqa olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari mumkin edi. Jarayon nisbatan sodda va ko'p holatlarda tez fursatda hal bo'lar edi. Asosiysi tibbiy o'lim guvohnomasi qo'lda bo'lsa bas edi. Ammo bugungi kunda vaziyat biroz o'zgarganini kuzatishimiz mumkin. Bu o'zgarishlar qonunchilikdagi yangi normalar bilan emas, balki amaldagi qonun qoidalarga bo'lgan talabning keskin kuchayishi bilan bog'liq. Hukumat idoralari, jumladan davlat xizmatlari markazlari, DXM, pensiya jamg'armasi bo'limlari va hatto mahallalar hujjatlarini rasmiylashtirishda ilgari e'tibor berilmagan yoki ikkinchi darajali deb hisoblangan detallarga hozir juda qattiq talab qo'ymoqda. Bu talablar ayniqsa pensionerlar uchun dafn marosimi uchun nafaqa olishda yoki o'limni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishda paydo bo'ladi. Aslida pensionerlarni dafn qilishmaydi degan jumlani to'g'ri tushunish kerak. Siz har qanday holatda ham yaqiningizni dafn qilishingiz mumkin. Biroq bu jarayon qonuniy tarzda ro'yxatdan o'tmasa, siz ko'plab ijtimoiy kafolatlardan, jumladan dafn marosimi uchun ajratiladigan davlat yordamidan mahrum bo'lishingiz, marhumning merosini rasmiylashtirishda muammolarga duch kelishingiz va hattoki eng yomoni jarayonni kechiktirish orqali azobingizni yanada kuchaytirishingiz mumkin. Aynan mana shu jihatlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar sarlavhadagi shok so'zining ma'nosini ochib beradi. Ya'ni endi shunchaki tibbiy o'lim guvohnomasi bilan ishingiz bitmaydi. Sizga marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari, pensiya guvohnomasi va boshqa bir qator hujjatlar ham shart bo'lib qolgan. Bu talablarning kuchayishi mamlakatda rasmiyatchilikni tartibga solish, moliya shaffoflikni oshirish va har qanday turdagi firibgarliklarning oldini olishga qaratilgan sa'y-harakatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo bu afsuski, ba'zi hollarda oddiy fuqarolar uchun qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga xavotir olish shart emas. Keling, endi eng muhim nuqtalarga e'tibor qarataylik. Qaysi hujjatlar bugungi kunda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin? Bir, marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjat. Bu birinchi navbatda fuqarolik pasporti yoki ID karta. Bu hujjat marhumning shaxsini rasman tasdiqlash, uning shaxsiy ma'lumotlarini o'lim haqidagi guvohnomaga to'g'ri kiritish va keyinchalik pensiya jamg'armasiga murojaat qilish uchun juda muhimdir. Agar pasport eskirgan bo'lsa, yaroqlilik muddati o'tgan bo'lsa yoki ayniqsa yo'qolgan bo'lsa, bu katta muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, taqni yoshli buvingizning pasporti muddati o'tgan va u kasalligi tufayli almashtirishga ulgurmagan.
Siz o'limni qayd ettirishingiz kerak bo'lganda, bu eski pasport sababli ba'zi DXM yoki FHDG bo'limlarida hujjatlarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Sizdan avval pasportni yangilashni talab qilishlari mumkin. Bu esa marhumning pasportini yangilash amaliyoti yo'qligi sababli umuman imkonsiz holatdir. Bunday holatda sizdan qo'shimcha ma'lumotnomalar yig'ish, hatto sud orqali shaxsni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu esa vaqt va asabni talab qiladi. 2. Pensiya guvohnomasi. Bu hujjat ayniqsa pensionerlar uchun dafn marosimi nafaqasini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Pensiya jamg'armasi aynan mana shu hujjat asosida marhumning pensiya oluvchi shaxs ekanligini tasdiqlaydi va nafaqa ajratadi. Agar pensiya guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, shikastlangan bo'lsa yoki uni topishning iloji bo'lmasa, nafaqa olish jarayoni sezilarli darajada murakkablashadi. Bunday holatda siz pensiya jamg'armasining arxivlaridan marhumning pensiya oluvchi ekanligi haqida ma'lumotnoma olishingizga to'g'ri keladi. Bu esa qo'shimcha vaqt va harakatni talab qiladi. Masalan, 75 yoshli otangizning pensiya guvohnomasi uydagi tartibsizliklar ichida g'oyib bo'lgan. Ota vafotidan so'ng siz nafaqa olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilsangiz, sizdan pensiya guvohnomasini talab qilishadi. U yo'qligi sababli siz arxivdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bu esa bir necha kunni, ba'zida esa bir haftagacha vaqtni olishi mumkin. Bu davrda dafn marosimi bilan bog'liq xarajatlar esa kutib turmaydi. Tibbiy o'lim guvohnomasi bu hujjat avval ham muhim bo'lgan, ammo hozirda uning to'g'ri va aniq to'ldirilganligiga alohida e'tibor berilmoqda. Guvohnomada marhumning shaxsiy ma'lumotlari, o'lim sababi, sanasi va joyi aniq ko'rsatilishi shart. Agar bu ma'lumotlarda biror bir xato o'chirish, noto'g'ri yozuv yoki bo'sh joylar bo'lsa, FHDG yoki DXM xodimlari bu hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Natijada siz tibbiy muassasaga qayta murojaat qilib, guvohnomani qayta rasmiylashtirishga majbur bo'lasiz. Bu esa o'z navbatida vaqt yo'qotish va ortiqcha sarsongarchilik degani. Misol uchun, shoshilinch tez yordam shifokori tomonidan berilgan tibbiy o'lim guvohnomasida marhumning tug'ilgan sanasi noto'g'ri yozilgan. Siz bu bilan DXMga borganingizda xodim hujjatni qabul qilmaydi va sizni yana o'sha tibbiy muassasaga qaytaradi. Bu esa bir necha soatingizni, hatto kunlaringizni olishi mumkin. Oilaviy aloqalarni tasdiqlovchi hujjatlar, ayniqsa dafn marosimi uchun nafaqa olishda murojaat qiluvchining marhumga kim bo'lishini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Bu nikoh guvohnomasi. Agar murojaatchi marhumning turmush o'rtog'i bo'lsa, tug'ilish haqida guvohnoma, agar bola yoki ota-ona bo'lsa, bu hujjatlar sizning davlat tomonidan beriladigan nafaqani olishga bo'lgan haqqingizni tasdiqlaydi. Agar bu hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, ularni tiklash yana qo'shimcha vaqt va byurokratik jarayonlarni talab qiladi. Kim xavotir olishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi insonlar va ularning qarindoshlari ushbu mavzu yuzasidan jiddiyroq xavotir olishlari lozim. Yolg'iz yashayotgan keksa pensionerlar. Ularning hujjatlari tartibli saqlanishiga ko'pincha hech kim qaramaydi. Hujjatlar yillar davomida bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yo'qolib yoki shikastlanib qolishi mumkin. Surunkali kasalliklarga chalingan, uzoq vaqt yotoqda yotgan pensionerlar, ularning hujjatlarini yangilash yoki tartibga solish imkoniyati cheklangan bo'ladi. Hujjatlari tartibsiz bo'lgan, eski pasport bilan yurgan yoki pensiya guvohnomasini yo'qotib qo'ygan pensionerlar, qarindoshlari chet elda yashayotgan yoki aloqasi uzoq bo'lgan pensionerlar. Chunki hujjatlarni izlash va rasmiylashtirishda yordam beradigan kishi bo'lmaydi. Yaqinlaringizning hujjatlari qayerda saqlanayotganini bilmaydiganlar. Kimga xavotir olish shart emas. Hujjatlari doimo tartibli va yangilangan holda saqlanadigan pensionerlar va ularning oilalari, yaqinlari doimiy ravishda hujjatlarni nazorat qilib turadigan har qanday o'zgarishda, masalan, pasport muddati tugaganda tezkorlik bilan yangilaydigan oilalar. Marhumning barcha hujjatlari bir joyda aniq qilib tartiblangan bo'lsa, misollar, Mahkam 5 yoshli Mo'min bobo uzoq yillar yolg'iz yashab kelardi. Uning pasporti muddati yil oldin o'tgan. Pensiya guvohnomasi esa yostiq ostida yotib, yerilib ketgan. Bobo vafot etgach, uning yagona o'g'li Shahrisabzdan Toshkentga keldi. O'limni rasmiylashtirish uchun tibbiy o'lim guvohnomasini olgach, DXMga borganida uning otasining pasporti eskirganligi sababli o'limni qayd etishda muammo yuzaga keldi. DXM xodimi o'limni qayd etishni kechiktirib, avval pasportni yangilashni talab qildi. Bu esa umuman imkonsiz vaziyat edi. Qarindoshlar bir necha kun davomida
turli idoralarga yugurib advokat yordamida suddan shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishga majbur bo'lishdi. Bu jarayon tufayli dafn marosimi uchun nafaqa olish kechikdi. O'g'il esa katta moddiy qiyinchiliklarga duch keldi. Chunki dafn bilan bog'liq xarajatlar kutib turmaydi. 2. 7 yoshli Gulnora aya uzoq vaqtdan buyon og'ir xastalik bilan kasallangan edi. Uning qizi har doim onasining hujjatlarini tartib bilan saqlardi. Pasporti, pensiya guvohnomasi, tug'ilish haqida guvohnomasi hammasi bir papkada. Aya vafot etganda qizcha hech qanday muammosiz tibbiy o'lim guvohnomasini oldi. So'ngra DXM orqali o'lim haqida gap guvohnomani ham tezda rasmiylashtirdi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda esa barcha hujjatlar joyida bo'lganligi sababli dafn marosimi nafaqasini belgilangan muddatda va to'liq miqdorda oldi. Bu misol hujjatlarni tartibli saqlashning qanchalik muhimligini ko'rsatadi. 3. 65 yoshli Komil akaga yaqinda infarkt tashxisi qo'yildi. Uning tibbiy kartasi va kasallik tarixi shifoxonada edi. Bir kuni Komil aka vafot etdi. Uning oila a'zolari tibbiy o'lim guvohnomasini olish uchun shifoxonaga murojaat qilishdi. Ammo guvohnomani to'ldirgan yosh shifokor e'tiborsizlik tufayli Komil akaning tug'ilgan yilini noto'g'ri yozib qo'ygan. Bu bilan DXMga borganlarida xodim hujjatni qabul qilmadi va tibbiy muassasaga qayta murojaat qilishni so'radi. Oila a'zolari yana shifoxonaga borib guvohnomani qayta rasmiylashtirishga majbur bo'ldilar. Bu vaziyatda ham vaqt yo'qotildi va jarayon cho'zilib ketdi. Asosiy qism 2. Qoidalar, istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoidalarda bo'lgani kabi bu masalada ham istisnolar, e'tiborsiz qoldirish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'zdan panohda qolishi mumkin bo'lgan noaniq nuanslar mavjud. Istisnolar. Agar o'lim tibbiyot muassasasida ro'y bersa, bu holatda ko'pgina hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni shifoxona ma'muriyati yoki uning mas'ul xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Tibbiy o'lim guvohnomasi shifoxonaning o'zi tomonidan to'g'ri va aniq rasmiylashtiriladi. Ba'zi hollarda shifoxona ma'muriyati hatto o'limni qayd etish uchun DXMga hujjatlarni elektron tarzda yuborishga yordam berishi mumkin. Bu albatta oila a'zolarining yukini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq shunda ham marhumning pasporti va pensiya guvohnomasi kabi shaxsiy hujjatlar baribir kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni saqlash muhimligini unutmaslik kerak. 2. Favqulodda vaziyatlarda ro'y bergan o'lim. Masalan, falokat, baxtsiz hodisa yoki jinoyat natijasida o'lim sodir bo'lganda, bu ish huquqni muhofaza qilish organlari, prokuratura tomonidan o'rganiladi. Bunday hollarda o'lim haqidagi tibbiy guvohnoma sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga asosan beriladi. Jarayon biroz murakkablashishi mumkin. Ammo bu holatda ham barcha rasmiyatchiliklar qonun doirasida amalga oshiriladi va oila a'zolari tegishli organlarning ko'rsatmalariga amal qilishlari kerak bo'ladi. Asosiy hujjatlar albatta sud tibbiy ekspertizasining xulosasi bo'ladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar 1. Yo'qolgan yoki shikastlangan hujjatlar. Agar marhumning pasporti yoki pensiya guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, siz avval ularni tiklash yoki ularning o'rniga ma'lumotnoma olishingizga to'g'ri keladi. Pasportni tiklash esa marhum bo'lganligi sababli imkonsizdir. Bu holatda huquqshuno yordamida shaxsni tasdiqlash uchun sudga murojaat qilish yoki ichki ishlar organlaridan tegishli ma'lumotnoma olish zarurati tug'ilishi mumkin. Bu jarayon juda ko'p vaqt va mablag' talab qiladi. Shuning uchun hujjatlarni yo'qotmaslik va ehtiyotkorlik bilan saqlash juda muhimdir. 2. Turli idoralar talablaridagi tafovutlar. Ba'zan turli viloyatlar yoki hatto bir shaharning turli tumanlaridagi DXM yoki pensiya jamg'armasi bo'limlari hujjatlariga nisbatan har xil talablar qo'yishi mumkin. Bir joyda biron bir hujjatga ko'z yumishsa, boshqa joyda uni qattiq talab qilishadi. Bu esa odamlarni chalg'itib, muammolarni ko'paytiradi. Shuning uchun imkon bo'lsa, murojaat qilishdan oldin o'sha idoraga qo'ng'iroq qilib, aniq talablarni bilib olish foydadan xoli bo'lmaydi. 3. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarning ahamiyati. Yuqorida aytib o'tganimizdek, dafn marosimi nafaqasini olish uchun murojaat qiluvchining marhumga qonuniy qarindoshligi tasdiqlanishi shart. Agar siz marhumning uzoq qarindoshi bo'lsangiz yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, siz bu nafaqani olishda qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bu holatda sizdan sud orqali qarindoshlikni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu esa yana vaqt, asab va mablag' degani. 4. Meros bilan bog'liq muammolar. O'limni rasmiy qayd etish va barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish. Nafaqat dafn marosimi bilan bog'liq masalalarni hal qilish uchun
balki marhumning merosini qonuniy tarzda rasmiylashtirish uchun ham juda muhimdir. Agar o'lim hujjatlari tartibsiz bo'lsa, merosxo'rlar mulkini meros qilib olishda katta muammolarga duch kelishlari mumkin. Masalan, marhumning bankdagi jamg'armalarini olish yoki uning mulkini o'z nomiga o'tkazish imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Agar o'lim haqidagi rasmiy hujjatlar to'liq bo'lmasa, 5 vaqt omili o'lim qayd etish va dafn marosimi nafaqasini olish uchun ma'lum muddatlar belgilangan. Odatda o'lim 3 kun ichida qayd etilishi kerak. Dafn nafaqasi uchun murojaat qilish muddati esa o'lim qayd etilgan kundan boshlab 6 oy. Agar bu muddatlar o'tkazib yuborilsa, nafaqa olishda yoki o'limni qayd etishda qo'shimcha tushuntirish xatlari. Sabablar ko'rsatilgan arizalar va hatto sudga murojaat qilish zarurati tug'ilishi mumkin. Bu esa butun jarayonni yana ham chigallashtiradi. Amaliy tavsiyalar tomoshabinlar nima qilishlari kerak? Men bularning barchasini aytib o'tishimdan maqsad sizni qo'rqitish emas, balki ogohlantirish va tayyorlashdir. Shunday qilib, siz hozirdan boshlab o'zingiz va yaqinlaringiz uchun qanday amaliy choralar ko'rishingiz mumkin. Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Hujjatlarni hoziroq tekshiring va tartibga soling. Pasport va ID karta. O'zingizning va keksa oila a'zolaringizning pasportlari, ID kartalarining amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat o'tgan bo'lsa yoki tez orada o'tadigan bo'lsa, darhol yangilash choralarini ko'ring. Pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, tezda yangisini olish uchun murojaat qiling. Unutmang, pasport shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Pensiya guvohnomasi keksa yoshdagi qarindoshlaringizning pensiya guvohnomasi borligiga va uning holatiga e'tibor bering. Agar u yo'qolgan bo'lsa yoki shikastlangan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, dublikatini yoki tegishli ma'lumotnomani oldindan olib qo'yishni maslahat beraman. Bu albatta oldindan qilingan ish bo'lib, kelajakda bosh og'rig'idan saqlaydi. Tug'ilish haqida guvohnoma, nikoh guvohnomasi. O'zingizning va turmush o'rtog'ingizning tug'ilish haqida guvohnomasi. Shuningdek, nikoh guvohnomalari joyida ekanligiga ishonch hosil qiling. Bu hujjatlar sizning yaqin qarindosh ekanligingizni tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Hamma hujjatlarning nusxalarini oling. Barcha muhim hujjatlarning rangli yoki qora oq nusxalarini oling. Ularni kompyuterda yoki bulutli xotirada Google Drive, Dropbox kabi saqlash ham juda foydali bo'ladi. Asl hujjatlarni esa xavfsiz, namlik o'tmaydigan joyda saqlang. Bir papka tayyorlab, ichiga barcha muhim hujjatlarni tartibli qilib joylashtiring. Bu hujjatlar to'plami deyarli har qanday holatda sizga asqotadi. 2. Oila a'zolarini xabardor qiling va mas'ul shaxsni belgilang. Yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Oilangizdagi barcha katta yoshli a'zolar, ayniqsa keksa kishilar, yuqorida aytilgan masalalar bo'yicha xabardor bo'lishlari kerak. Hujjatlar qayerda saqlanayotganini barcha bilishi zarur. Mas'ul shaxsni tayinlang. Oilaning bir a'zosini, masalan, eng katta farzand yoki eng ishonchli kishini oila hujjatlarini nazorat qilish va ularni tartibli saqlashga mas'ul etib belgilang. Bu kishi barcha hujjatlar joyida ekanligiga va ularning amal qilish muddati o'tmaganligiga muntazam ravishda e'tibor berib turish kerak. 3. Vafot etganda qanday harakat qilish kerak? Qisqacha ko'rsatma. Bir tibbiy yordam chaqiring. Eng avvalo shifokor yoki tez yordamni chaqiring. Ular o'limni tasdiqlab, tibbiy o'lim guvohnomasini berishadi. Bu guvohnoma keyingi barcha qadamlar uchun asos bo'ladi. Shifokordan guvohnomani to'g'ri va to'liq to'ldirishni talab qiling. Barcha ma'lumotlar aniq yozilganiga ishonch hosil qiling. 2. Mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Tibbiy o'lim guvohnomasi bilan mahalla raisi yoki kotibiga murojaat qiling. Ular sizga o'lim qayd etish uchun MFI ma'lumotnomasini berishadi. Ba'zi mahallalarda bu ma'lumotnomani berishda ham marhumning pasporti yoki pensiya guvohnomasi kabi hujjatlarga e'tibor berilishi mumkin. Shuning uchun ularni o'zingiz bilan olib boring. 3. Davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qiling. MFI ma'lumotnomasi va tibbiy o'lim guvohnomasi bilan DXMga boring. Bu yerda siz o'lim haqida gapli guvohnomani rasman olasiz. Bu yerda ham marhumning pasporti, pensiya guvohnomasi va oilaviy aloqalarni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Hamma hujjatlarni o'zingiz bilan olib boring. 4. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'lim haqida gapli guvohnoma qo'lingizda bo'lgach, marhumning yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga dafn marosimi uchun nafaqa olish uchun murojaat qiling. Bu yerda sizga asosan marhumning pensiya guvohnomasi, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, o'lim haqidagi gapli guvohnoma va marhumga qarindoshligingizni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilish yoki nikoh guvohnomasi
kerak bo'ladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilmasliklari uchun barcha tayyorlangan hujjatlar to'plami yoningizda bo'lsin. 4. Onlayn xizmatlardan foydalaning, agar mavjud bo'lsa. Hukumatning yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali ba'zi hujjatlar haqida ma'lumot olish yoki ayrim xizmatlarga murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu ham vaqtni tejashga yordam beradi. BXH. Huquqiy maslahat oling. Agar barcha hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki murakkab vaziyat yuzaga kelsa, malakali huquqshunos yoki advokatdan maslahat olishdan tortinmang. Ular sizga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, jarayonni tezlashtirishga yordam berishlari mumkin. Xulosa va Yaxuniy Chorlov. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, yuqorida aytilgan ma'lumotlarning barchasi bitta asosiy g'oyani yetkazishga qaratilgan. Og'ir damlarda byurokratik to'siqlarga duch kelmaslik uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish zarur. Yaqin kishingizni yo'qotish azobi shundoq ham yetarlicha og'ir. Ustiga ustak hujjatlar bilan bog'liq muammolar bu azobni yanada kuchaytirishi mumkin. Endi siz nafaqat o'zingizning, balki oilangizning keksa a'zolarining ham barcha muhim hujjatlari joyida tartibli va yangilanganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bu oddiygina ehtiyotkorlik emas, balki g'amxo'rlikning va farosatning belgisidir. Shuni esda tutingki, siz bilmagan ba'zi bir oddiy qoida yoki tartib kelajakda katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdayoq harakatni boshlang, hujjatlarni tekshiring, tartibga soling, nusxalarni oling va oilangizni xabardor qiling. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizningcha bu qoidalar qanchalik o'rinli? Siz yoki tanishlaringiz shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelganmisiz? Bu qanday hal bo'lgan? Bu videoga like bosing va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bu ma'lumot kimlargadir juda zarur bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuni kelajakda ham shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.